Kichik biznes uchun muhim yangilik. Avvallari tadbirkorlarning yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan oshsa, ular qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'ini to'lash tartibiga o'tardi. Shu sababli 1 milliard so'mlik chegara ko'plab tadbirkorlar uchun muhim mezon hisoblanardi. Prezidentimizning 100-sonli farmoni bilan 2026-yil 1-iyundan boshlab bu chegara qariyb 5 baravarga oshirilib, 5 milliard so'm etib belgilandi. Bu nimani anglatadi? Endi kichik biznes faoliyatini yanada erkinroq kengaytirishi, aylanmasini oshirishi va o'sishdan cho'chmasligi mumkin. Yana bir muhim jihati, ushbu chegara endi bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lanadi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdori oshgani sari bu chegara ham avtomatik ravishda oshib boradi. Sodda qilib aytganda, kichik biznes uchun o'sish imkoniyatlari kengaymoqda va biznesni rivojlantirish yanada qulaylashmoqda.